Assalomu alaykum aziz ota-onalar. Mana bitta mo'jizangiz bilan birga hayotingizning 3-oyi ham boshlandi. Bu oy chaqaloq hayotidagi eng quvnoq va burilish nuqtalaridan biri hisoblanadi. Chaqalog'ingiz endi faqat uxlaydigan va yig'laydigan bitta polvon emas, u endi atrofni ongli ravishda o'rganayotgan haqiqiy tadqiqotchi. Xo'sh, 3 oylik chaqaloq nimalarni qila olishi kerak va bu davrda nimalarga e'tibor berish lozim? Bugun shu haqida gaplashamiz. 3 oylik chaqaloqning mushaklari sezilarli darajada kuchayadi. Agar uni qorniga yotqizsangiz, u boshini bemalol 45 va hatto 90 daraja burchak ostida ko'tarib, bir necha daqiqa ushlab tura oladi. Ba'zi chaqaloqlar esa ko'kragini ham yerdan ko'tarishga harakat qilishadi. Shuningdek, qo'lchalar harakati ham tartibli bo'lib qoladi. U o'z qo'llarini ochib tomosha qiladi, og'ziga olib boradi va yaqiniga osilgan rang-barang o'yinchoqlarga intilib, ularni urib ko'rishga harakat qiladi. Agar chaqalog'ingiz yonboshiga ag'darila boshlagan bo'lsa, demak, ilk mitti g'alabalar muborak bo'lsin. Uch oylik chaqaloq endi faqat yig'i bilan muloqot qilmaydi. U uzoq cho'ziladigan ulli tovushlarni, ya'ni ilk g'ildirashlarni boshlaydi. A, O, G kabi tovushlar bilan sizga o'z kechinmalarini so'zlab beradi. Eng asosiysi, u endi sizga qarab ongli ravishda jilmayadi. Onasi va otasining ovozini eshitganda darhol o'sha tomonga buriladi. Ko'rish qobiliyati ham rivojlanib, uzoqdagi narsalarni va harakatlanayotgan odamlarni nigohi bilan silliq kuzatib boradi. Hurmatli ota-onalar, unutmang, har bir bola individual rivojlanadi. Agar chaqalog'ingiz biron harakatni tengdoshlaridan biroz kechroq qilsa, xavotirga tushmang. U bilan ko'proq gaplashing. U g'o'ldiraganida unga xuddi kattalardek javob qaytaring. Bu uning miya rivojlanishini keskin tezlashtiradi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.